Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmenler. Kalipten Kalipke namlıq programımızın 3. sahne görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirlik aziz milletim, dünyanın her qaysı şeylerdeki mihriban halkım. Bu mübarek uluq Ramazan ayının harp günden başlap her günü iftardan burun huzurunlarda buluvatımız xilma-xil temalarda, bu mübarek minutlarda, saatlarda, bu mübarek ayda her bir minutumuzni, küllürümüzni ibadetler bilen, zikirler bilen ötküzüp atkan şu minutlarda Rabbimizning bu yoruq hidayet kılıp bizge evetken dinimizdeki xilma-xil temalarni biz muşundaq uluq saatlerde bilip şununğa amel qilish nimetini ata qilib Rabbimizniki her bir qilgan amallarimiz hassilab ajr berildigan bu aylarda bu her gün qilib atkan derslerimiz arqılıq qalbimizga texinbek qalbimizni yorutup amallarimizni texinbek to'g'irlab menashqa tirishiyatimiz bugün şunun cümlesinden tünügün e'lonimizda bergandek nayeti muhim bir tema bugün 3. sonimizga keldik. Haqiqiy ro'zador temasida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Bu mübarek ayda albatta tutgan ro'zalarimizni Allah dargohida haqiqiy Rabbim ko'rsatgan bo'yicha Allah'ның ko'rsatmasiga yo'l yo'riqiga loyiq bir şekilde ro'za tutib günahlarımız kechirilgan, mag'firat qilingan mu'minlardan bulup bu Ramazandan ayrılışqa hammamizni muyassar qilishini Allohdan tilaymiz. Bugungi programmamızın aziz mehmoni Amalar tunuşup bo'lgan hürmetli ustoz Nurg'un Qatim programmamizda bo'lgan Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Muhammad Ömer Qari hajim taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilib berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarix qilyotdi. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalardagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador fikr taklif bo'lsa berishingizni shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi bevosita kirib ketsak bugungi temani deb bo'ldim. Haqiqiy ro'zador, ya'ni albatta nurg'un insonlar har xil shaklda butun musulmonlar tutayotgan bir ro'za bo'lgandan keyin ota-onasidan ko'rgan bo'yicha yoki shu atigandan boshlab kechgacha tomoq yemay iftor bo'lganda bir duo qilib qilsak degandek shaklan jihatdan tutganlarmi yil bo'yi hech qanday islomdan yiroq yuribmadi. Bu Ramazonning munosabati bilan nurg'un insonlar shu Ramazon munosabati bilan o'zininki to'g'ri yo'lda mengishni shu oylarda boshlab ketganlarmi chiqamdi. Shuni faqat shakli jihatdan tutib qo'ymaydigan haqiqiy bu ro'zininki haqqini bera oladigan kishilar kimlar deganda bugun tonish uchun o'tiribmiz. Oldi bilan bu haqiqiy ro'zador kim degan savolga kelishdan burun islomdagi Alloh subhanahu va taolo yo'l qo'ygan bu ibodatning mohiyati haqida biroz bir ma'lumot bergan bo'lsangiz keyin boshlaymiz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve mevalaha amma ba'd. Başlaştım burun. Ben şu mübarek Ramazan ayının kelişi bilen Şarkı Türkistan'da ağır zulüm uçravatan halkımızga Allah subhanahu ve ta'ala'nın şu mübarek ayninki fazileti bilen çıkış yolu ata qilishini tilayman. Amin. Şunu bilan birlikte hemmemiz bilgandek Türkiye'de yatavrish afatiga uchrab vafot bo'lganlarga Allah Taala ular shahidlik maqomini berishini, jarohatlanganlarga Allah Taala tez shifolik berishini ve yo'qsiz bo'lib qolgan uylaridan ayrilgan qarindoshlarimizga işlerini asan qilishini Allah subhanahu ve ta'aladan tilayman. Şunu bilan birlikte şu özemni ve muhacirat yaşayotgan barliq Sharq Turkistonlik xalqimizni bo'layotgan voqealardan, hodisalardan, ofatlardan ibrat elib bu Ramazonda o'tgan yilgi Ramazonga o'xshamaydigan shaklda texim ruhaniylik kuchliq Alloh taologa texim yaqin o'zimizni isloh qilgan holatda bu Ramazan'ı tutuşumuzni Allah subhanahu ve ta'ala'nın muvaffaq qilishini tilayman. Hem de hazır İslam'daki ibadetninki ahmiyeti hakkında kısaca muqaddim şekilde to'xtalib o'tsak,
İslam ulamalar aytgandek aqida, şeria, ahlaktan ibaret. Xoş. İslam başkalar düşüngandek bir düşünüp koysak bulduğun felsefe, nazariye emas. Bununki itiqat kıldığın tarafı ve aqideden ibaret. Şunun bilen birge hayatımızda icra kıldığın ahkamlar ve şeriattan ibaret. Şunun bilen birlikte bu ahkamlar bizning hayatımızda neticesini çıkarıp ameli köz tişki tegishlik olgan ahlaklar var. Şuna aqideden ayrılıp kalan ibadet, ayrım bolgan ibadet, bu ibadet yasavlanmaydı şeriatimizde. Ahlakni neticelendirilmegen ibadet mi? İbadette yasavlanmaydı. Bizde hem ahlak müstehkem buluş gerek, şek şübheden hali buluş gerek, cezmi buluş gerek. Şunu bilen birlikte ibadetlerimiz mi? Kur'an-ı Kerim'de gösterilgendek, Peygamber aleyhissalatu vesselam bayan kılgandek buluş gerek. Şunu bilen birlikte ibadetimiz bizge güzel ahlaklarını keltirip çıkaralasa bu vakitte bizim ibadetimiz Allah Teala'nın dergahıydı makbul ibadetken de bilaleyimiz. Şuna ahlaksız ibadet çoğun bu ibadetini ada kılışta mesele baken dep karışık buludu. Andakin İslam ne? Bazı ulamalar tanıştırıp el-İslamu nizamun şamilun yetenavalu mazahirul hayati cemi'a deydi. Yani İslam degen bir ilahi tüzüm bulup insanınki hayatınınki bütün etraflarını hemmisini körünüşlerini öz içine aldı deydi. Köpünç vaxtıda biz Müslümanlar şuari ibadetler var. Namaz, roza, zakat, hac okşaş. Moşnelam ibadet dep sanaydıgan. Ama onundan başka muamalat, ticaretler var. Başkalar bilen muamele kılışlar var. Nikah, talaklar var. Hayatımızdaki harekat, sekanatlarımızın hemmisi bunu ibadet dep sanamaydıgan. Muşunda işler çoğu bizde eğir. Şu din düşmanları bazı vakitte ibadetlerini İslam'ın mescid solu yötenmeye avarı. Yani mescid kirge vakitte Müslüman mescid çıkkandan keyin erkin üze halap hareket kılıdığan. Muşunda Müslüman bolsa iken dep arzu kılıdı. Ameliyette onda emas. Ameliyette biz Allah Subhanahu ve Teala buyurgan enik keskin ibadetler var. İslam'ınki ahkamları. Bunu mescid kirgende ada kılış bilen birge mescidden çıkkan vaktimizde başkalar bilen muamele kılganda, ticaret kılganda, sözleşkende, alaq kılgan vaxtıda, toy kılgan vaxtıda, elim birim kılgan vaxtıda, qarz elişkan vaxtıda, ahdi kılışkan vaxtıda, va'da kılışkan. Muşunun hemmisiga İslamımız qanday kıldı, biz kontrol kıldı bunu. Şeriatga uygun emasmi, İslamga uygun emasmi o? İslamga uygun niyet duruslan boladı iken muşu hareketlerinin hemmisi şu mescid kirip ibadet kılganga okşaş ibadet dep sanıldı. Şuna bir nimede Peygamber aleyhissalatu vesselam rivayet kılgan Ebu Zer'il Gıfari rivayet kılgan bir hadiste bir türküm kişiler Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabelerden Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kaşığı kelip ya Resulallah bu bayla bu savapның hemmesini ep ketdi. Çünkü ola biz roz tutgandaki roz tutudu, biz namaz okugandaki namaz okuydu. Ama ola özlerinin mallarının artıqını sadik kılıdı, biz sadik kılamayız. Ola nurgun yaxşılıqını ekitip kaldı, savapның hemmesini ep ketdi. Biz miskin qap kaldık ya Resulallah dep kelgen vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam olaga yol yo'riq berip Subhanallah deyishmo bir sadiqa, elhamdülillah deyishmo bir sadiqa, Allahu ekber deyishmo bir sadiqa dep yaxşılık buyuruşmu sadiqa, yamanlıqdan tosuşmu bu bir sadiqa dep andan keyin hattaki sizlarning biringizninki özünün ailesi bilen bolgan halatida bu sadiqa degandan sahabeler hayron qolgan. Ya Resulallah, bizning birimiz ayol bilen birga bolgan vaqtida sadiqa bo'ladi bu qanday gap desa Peygamber aleyhissalatu vesselam so'ragan. Sizlarning biringlar o'zining shahvatini haromda qo'ygan bo'lsa, buning gunoh bo'lamdi desa albatta degan. Unda bo'lsa halolda qo'ysa, o'zining oilasi bilan birga bo'lsa, albatta ajri bo'ldi buningga degan. Ya'ni buningdan mushu sabab bo'lgayadi-chu, insonning uningdan boshqa harakatlarining hammasi, bütün harakatlari niyatilam yaxshi bo'ldi ekan, odatlarimi ibodatga aylanadi. Yana bir nimani aytsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam bayon qilib, bir odam cho'l jazirada shunda ustab ketib bordi. Bir itni ko'rdi, itni shunda hasirab to'g'anligini ko'rib, quduqdan suv chiqadi, suv ichib bo'lib, mushu itqimi menga yetgan ussizlik yetibdi
dep yüzününki hech qanday bir qaçı yok, çelek yok. Yüzünün ütkini soğuk doldurup ağzını dişlep çıkıp içine soğurup koydu. Allah subhanahu ve taala bununki bu adamın kılgan işiga hoş olup ketip Allah da bunun günahını mağfiret kıldı deydi. Müslim'nin rivayetinde, Bukhari'nin rivayetinde edhalahul cennet. Razı boldu, mağfiret kıldı günahlarını, onu cennet kirgizip degan sahih hadiste İmam Bukhari rivayet kılgan. Yani demek insan bir içine soğurup koysa mı çoğu? Şunun sebebi bilen Allah'a yargan bolsa bu ameli cennet kireleydi degan gap. Sahabeler bunu anlap ya Resulallah bu hayvanını soğurup koysak mı? Bunun ecri olamdı ise fi kulli kebedin ratbetin ecrun. Her kanda yol jigenin igisi yani hayatlık bulduken bir hayvan onunla belki halepleri soğuğan işlerinin hemmisi çok ecri buludu degen. Yani ibadetin hukmu yani hulasla bir etki vaktida bizninki roza, ramazan, zakat, namaz, hac bilan alakadar emas. Belki bundan başka insanınki yaxşı niyet bilan kılgan işlerinin, adetlerinin hemmisiga meyli uykusu olsun, meyli tamak yeyişi olsun, meyli ondan başka toy kılışı olsun, ticaretler olsun, bu işlerinin hemmisi çok ibadetinin dairesiga İslam dinimizde ibadetinin dairesi kirdi. Allah subhanahu ve taala bununla xuddi namaz okugandak, roza tutgandak, hac kılgan okşaş ecrini berdi Allah subhanahu ve taala. Rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten Rabbimizningki rahmetinin ne kadar ulug'liqli bizga shunchalik katta bir fursatni ato qilganligining dalilidan qisqamish hayotimizda har bir minutimiz, har bir ishlarimizni niyatimizni to'g'rilab go'zallik qila olsak bir fursat ham bu. Xo'sh, endi shundoq bir ulug' kunlarda turyapmiz. Haqiqiy ro'zador kim? Qanday kishi haqiqiy ro'za tutgan bo'ldi? Şimdi biz şu ulug' mübarek Ramazan'da turuyotibmiz. Ramazan'ni Allah subhanahu ve taala bizga farz qilishida tushgan ayet ya e'uzu billahi mineşşeytanirracim ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ayetning mazmuni ey mu'minlar, iman etgan kishilar, sizdan ilgiriki ummatlarga roza farz qilingandek bu roza sizlarga farz qilindi. لعلكم تتقون taqvolikni qo'lga keltirishinglar uchun deydi. Shuning uchun biz ro'za tutdik deb ba'zi vaqtida insonlar halol bo'lgan yemak ichmakdan o'zini tortib, halol bo'lgan ayolidan o'zini tortib turib, harom bo'lgan ishlar bilan shug'ullanadigan ishlar, g'ayvat shikoyat bilan shug'ullanadigan ishlar, ba'zi dindor oilalarda uyda o'tirib ayollar to'xtamay ko'p qismli televiziya teatrlarini ko'rib, video ko'rib hayatını ötküzdüğün, gayvet şikayetlerini hayatını ötküzdüğün muşunda ahvallar çok. Müslümanların işi de var. Hem de hakiki roza kanda buludu ise hakiki roza. Fakat yemek içmekten, halal cüptiden neri turuş emez. Şunu olan birge insanın hem cismi hem kalbi roz tutkan bolsa bu hakiki roz oludu. Mesela insanınki ağzı yap içişten toktaydı. Roz tutudu. Közü haram karaştın. Roz tutudu. Tilleri haramlı sözleştin. Roz tutudu. Kolları oğuluktan başkalarına tecavüz kılıştın. Başkalarına hakkı tecavüz kılıştın. Roz tutudu. Putları yaman yolga miniştin. Roz tutudu. Demek bütün azaları Allah Teala çekilgen iştin. Yanalığa vaxtıda andikin bu kişinin çoğu hakiki rozlar değişik buludu. Ama yemek işten Allah Teala halal kılgan nesini yemey. Bundan roz tuttum deb gayvet şikayet bilen bayatını etkandak. Allah Teala çekilgen iş bilen şugullansak bazı ulemalar fuqahalarning işide gayvet şikayet bilen haram işini kılış bilen roz buzulup ketidi degan ko'z qarashda bo'lgan. Yani yep ichish bilan emas, günah ma'siyat bilan, gayvet şikayet bilan roz buzulup ketidi degan ko'z qarashda bo'lganlar bor. Gerçi bu azsandaki kişiler bolsa mı? Yani fuqahalarning içinde bir türküm kişiler muşunda deganlar bor. Şunun için hatta köp sonli olimlar roz buzulup ketmaydi degan taqdirdimi? Gayvet şikayet, roz tutib turib shunda jidal majra qilish, muşunda ishlar bilan shug'ullangan bo'lsa, bu odamning rozisi buzilmagan taqdirdimi? Bunun rozisining savobining kemiydiganligi chu aniq. Shu Payg'ambar alayhisolatu vassalam sahih hadisda İmam Bukhari Müslim rivayet kılgan hadisde
nima degan desa, "Men lem yeda' kavle zuri vel amele bih, feleyse lillahi haceh bi en yeda' ta'amehu ve şerabeh" degan. Qandaq bir adam yalgan böhtan qilishni boshqalarga, yalgan gap qilishni va uningga amal qilishni tark etmaydi ekan, bu odamninki o'zining Alloh halol qilgan taomlarni, sharoblarni tark etishi uchun Allohning hojati yo'q deydi. Men ro'za tutdim degan ot bilan Alloh halol qilgan narsani yemay imsakdan tortib ta iftorgacha ro'za tutdi, ammo yalgan gap qilgan, boshqalarga bo'hton qilgan, g'aybat shikoyat qiladigan. Bunda qila bo'lsa, bunda kishidichu Allohning hojati yo'q deydi. Ko'p sonli olimlar bunda deganligi, bu kishining ro'zasi ro'za emas degan gap emas, ammo ro'zasining ajrichu kam bo'lib qoladi degan hukmni berdi deydi. Shunga yana shunga o'xshash bir asarda Sunan Ibn Majahda "Rubba soimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' deydi. Ba'zi bir ro'za tutgan kishilar bor, bularga o'zining ro'zasidan och qilishdan boshqa narsa qilmaydi. Savab qilmaydi. Yo'q bechora. Degandan tortib peshkicha binasi yemidi ishmidi, savobi ketib qoladi degan. Sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qilinishicha, Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday degan. Payg'ambar alayhisolamning bunday deganligini rivoyat qilgan. "Kull bani Adam amali bani Adam lahu" deydi. Odam bolasininki qilgan amalining hammasi o'ziga deydi. Ya'ni ro'zadan boshqa illa siyam. Ro'zadan boshqa inson bolasi qilgan amalning hammasi o'ziga bo'ladi degini. Buningdan insoncho dunyoda uning foydasini ko'radi. Yoki boshqalar ko'radi, uning hurmatiga erishadi. Degandek dunyoda uning nasibasini ola oladi. Faqat ro'za dedi. Ro'zachi desa, "Fa innahu li va ana ajzi bihi" dedi Payg'ambar alayhisalom. Ro'za men uchun, men uning mukofotini o'zim berma dedi. Nimishqa desa, bir kishi men ro'za tutdim deb uyda tomoqni yeyib, og'zini aytib, adam bayat yursa kim biladi? Hech kim bilmaydi. Bu ro'zlarga o'xshaydi deb bilamiz. Ammo namoz o'qidim desa, bu jamoat chiqmaydi ekan-ku, 5 vaqt namozni masjidda o'qimaydi ekan-ku deymiz endi. Ammo ro'zimcha qazdoq turib tutquli bo'ldi, kishilar bilan tutquli bo'ladi. Ammo bu maxfiy. Men tutdim desa, bir odamga ko'rsatmay, yeyib, ichib, "Men tutdim" deb yuraversa-chu. Hisob emas yani. Kishilar bilmaydi uni. Xo'sh. Ammo Robbil alamin bo'ladi, meni kuzatib turadigan, bilib turadigan zot. Shunga boshqa amallarni unda ko'rib qoldi kishilar deydi. Zakatni chuqur bir odamga berdi. Xo'sh. Og'ich ko'rdi, hech bo'lmasa. Eng maxfiy qilgan holatda og'ich ko'rdi. Hajni jamoat bilan qildi. Namozni Payg'ambar alayhisalom jamoat bilan ado qilgan, jamoatda ado qilinadi. Ro'zachi desa, ro'zani Payg'ambar Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim bilmaydi buning xulusin niyatini-chu. Alloh o'zi biladi. Shunga ro'za men uchun uning mukofotini men o'zim beraman deydi. Depilib andikin ro'za va siyamu junnah deydi. Ro'za bo'lsa dunyoda gunoh ma'siyatlardan, nurg'un fohishlardan parda bo'lalaydi deydi. Shunga yoshlarni qalqon bo'lalaydi. Yoshlarni Payg'ambar alayhisalom ularga yo'l yo'riq berib, "Men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj va men lam yastati' fa alayhi bis-sawm" deydi. Ya ma'shara shabab, yoshlar guruhi, yoshlar jamoasi, sizlarning ishinglardan to'y qilish qodir bo'lganlar, hem jismoniy tarafdan, hem moddiy ma'naviy tarafdan to'y qilish qodir bo'lganlar to'y qilsin. To'y qilish qodir bo'lmaganlar ro'za tutsin deydi. Nima ish desa, ro'za parda. Nurg'un gunoh ma'siyatdan, shahvatlardan insonni saqlab qola oladi. Xo'sh. Dunyoda, oxiratda nimadan saqlaydi desa, oxiratda o'tdan saqlaydi. Shunga ro'zani Payg'ambar alayhisalom parda, bu qalqon degan. Deb bular sizlarning biringlar ro'za tutgan kun bo'lsa, Ramazon bo'lsa, fala yarfus degani zina fohishiga munosabatlik unda sab gaplarni musulmonga nisbatan Ramazondan boshqa vaqtida loyiq emas. Xo'sh. Ramazonda çok qat'iy loyiq emas. Chunki aning ro'za tutgan holati uning Alloh taolani ko'p eslatib turdi. Unda bo'lgandan keyin sizning bilinglar ro'za tutgan bir kuni bo'lsa, u kunda qalaymagan gap qilmasin, og'zidan sat gaplarni chiqarmasin. Wala yashab deydi. Kishilar bilan jidal majra qilmasin. Xo'sh. Am boshqalar tillasa, fa insabbahu ahadun aw qatalahu deydi. Bir odam tillagan bo'lsa, yoki ular urushgan bo'lsa, nima desin desa,
فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمْ اِنِّ مْرُؤٌ صَائِمْ Ben rozdar adem diyorsun deydi. Uruşka ademle billetten uruşmusun. Belki yüzünü kontrol kılıp çoğu. Ben rozdar diyorsun deydi. Rozdar da ben yüzünün roz tutman haletini hem o kişinin çoğu rozdar haletini eslesin deydi. Demek bu ne modus güzel ahlak. Doğru. Yani ibadetten derhal Peygamber aleyhisselam müşahede çok kalaymakan yapılmaslık rozdar halette. Başkalar olan cidal mecra kılmaslık. Başkalar tillapsasa, başkalar onunla uruşsa men rozdar deb başkalarının roz tutkanlıkını, yüzünün rozdar ekenlikini, bunda halette cidal mecra kılışı bulmaydıganlıkını esletip güzel ahlak tavsiye kılışın çoğu Peygamber aleyhisselam bayan kılgan. Deb bula baygıda Peygamber aleyhisselam kasem kıptırıp deydi ki وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيَحِ الْمِسْكِ deydi. Yani Allah bilen kasem ki gepnin hulasisi roz tutkuçunun ağzının ki pırkı Allah subhanahu ve ta'ala'nın dergahida ihbarının pırkıdan huşparak pırıldı deydi. Belki insanlığın nispeten etkenden tadı keşkiçe bir ağzını jumağan yak binaz yemigen manda halet boğan dikin ağzını binaz yep olsa insanın ağzı pakizlanıp turduğun gep. Gerçi bazı vaxtda terat ağam bolsa mı yana aşkazana bir narsa kirmegen dikin ağzı pıraydıgan ahvallar buludu mesela. Bu şu haletle gerçi insanların nazarda sesik pıraydıgan boğan bolsa mı Allah Teala'nın dergahida Allah üçün yüzünü tutup doğan binası yemigen içmegen boğanlık üçün ço Allah Teala iparının pırkıdın ço huşpurak Allah Teala'nın dergahida. Şuna rozununki, roz tutkucununki iki huşallık var. Edesinin ahirisi kaldı şunu deyitay. Roz tutkucununki iki huşallık var. Birisi iftar kılga vaxtıda huşal buludu, konu kursan buludu. Yani birisi yüzünün roz sulan perverdigarı uçraşka vaxtıda yüzünün tutkan roz sulan huşal buludu. Deydi Peygamber aleyhisselam. Şuna yukarıdan dedik ibadetin ehemmiyeti hakkında. Bu roza çoğun bir medrese. İnsanın nefsini paklaydıgan, insanın nefsini terbiyeleydigan, insanın nefsini qanday kontrol qilishni, nemi deyishni, nemi yeyishni, qanday vaqtida yemay turishni, qanday vaqtida demay turishni bu ahvollarning hammasini o'rgatadigan bir medrese. Bu medresedan yüzümüzün roz tutgan halini eslab, Allah subhanahu ve taala üçün hatta nafl elg'u farzken bir gün nafl roz tutsam Allah subhanahu ve taala roz tutgan kishi bilan davzaqning orasini 70 ming yillik yiroqlashtirdi deydi. Men mushunda bir faziletlik, mushunda bir ulug' bütün şeytanlar bağlangan, bütün davzaqlar taqalgan, farishtalar qo'yib berilgan, farishtalar rahmat farishtalari hamma yerda cho'kilib yuradigan jannatlarning eshiklari shu qanotlariga ochilgan mushunda bir fursat, mushunda g'animat kundimi. Men o'zimni tarbiyalashim kerak deb mushuningdan medreseden nimani qo'lga keltiramiz? Taqvodorlikni qo'lga keltiramiz. Shu ro'zining farz qilinishini Allah subhanahu va taala g'oyasini bayon qilib sizning taqvo bo'lishing uchun, taqvolikni qo'lga keltirishing uchun ilgirki ummatlarga ro'zini farz qilgandek sizlarga farz qildi deb bayon qilgan. Xo'sh, Alloh razı olsun. Hakikaten güzel düşündürüp adam. Hem de elbette yukarıda söylengen mazmunlarning hammasida bir ro'zalarninki qandaq niyatlar bilan qandaq narsalarga diqqat qilish kerakligi so'zlandi hamda. Hamda ro'zalar diqqat qilishga tegishlik, buningdan boshqa yana qilmasligi kerak bo'lgan masalalar bormi? Qisqa bir shakl. Ro'zalar diqqat qilishga tegishlikka bir qancha ishlar bor. Uning biri ro'zini buzadigan ishlar bor. Xo'sh. Ro'zini buzish bilan birga ham ro'zini buzadi. Ro'zini buzganlikninki gunohini keltirib chiqardi. Gunohkor bo'ldi inson uni qilganlik uchun. Ham qazo qilish vojib bo'ladi, ham kaffarat vojib bo'lgan bunda ishlar bor. Ya'ni uni qilish bilan 3 narsa gadan kelgan bunda ishlar bor. Masalan, u bo'lsa-mu halol bo'lsa-mu o'zining jufti bilan Ramazonning kunduzda yaqinlashish, jima qilish. Ya'ni imsakdan tortib azon chiqqanga qadar mush orliqda ro'zlar nimadan yiroq bo'ladi desa, yeb ichishdan ham jimadan yiroq bo'ladi. Xo'sh. Ham yuqorqidek uningdan yiroq bo'lish bilan emas, inda jidal majra,
başkalar bilen uruşuş, başkalar bilen tilleşiş, gayvet şikayetten jirak bolgan vaqtida andikin haqiqiy yuqori degandek haqiqiy ro'za tutgan bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Ammo bir inson mush uch narsadan yeyish, ichish, jimadan yiroq qilib boshqa ishni qilavergan bo'lsa, balkim ro'za tutdi deymiz uning ismini. Gadindan tushishi mumkin. Gadindan saqit bo'lishi mumkin, uning savobi-chi? Uning savobi to'liq bo'lmaydi. Ammo jima qilib qolgan bo'lsa, jima qilib qolgan bo'lsa, bu odamga ham ro'zining Ramazonninki kunduzda jima qilganlik uchun uch narsa vojib bo'ldi. Biri gunohkor. Alloh taolaning tilka hududullohi fala ta'taduha. Alloh taolaning had hududlarini tajovuz qilmanglar desa, bu yerda had hududini tajovuz qilib ketganligining jinoyati bor. Gunohkor bo'ladi. Endi tavba qilib Alloh taolo xoligan vaqtda o'zi xolisa kechirishi mumkin. Xolis azoblaydi, xolis kechirdi. Alloh taolaning ilkidagi ish. Endi dunyoda jo desa, nima ish qilish kerak bu odam? Gunohkor bo'libdi. Xo'sh. Desa, kapparat keladi bu odamga. Kapparat nima desa, kapparati bir qul azod qiladi. Yani qul yo'q. Qul yo'q. Qul olmasa 60 kun aqaqid 60 kun ro'za tutadi. Bir kun uchun. Bir kun uchun 60 kun ro'za tutadi. Buna aciz kelsa andin. Bu tertip bilan deydi ulamolar. Avvalan qalaymiz, qul azod qila olamdi yo'q. Xo'sh. Qul azod qila olsa qul azod qiladi deydi. Ammo qul azod qila oladigan bo'lsa, ikkinchi 60 kun ro'za tutishga o'tmaymiz deydi. Xo'sh, xo'sh. Shariatninki insonning hurmati, insonning erkinligini hamma narsadan ustun tutadi. Ya'ni mushada 60 kun ro'za tutishdan-cho bir insonga uning erkinligini qo'lga berishdan-cho 60 kun ro'za tutishdan afzal deydi. Mana bu yerda avvalan qalaymiz bu inson bir qul azod qila olamdi, qilamanmi? Qul azod qila oladigan bo'lsa, qul azod qiladi. Bugungi kunda qul azod qila oladigan ish yo'q. Unda bo'lgandan-keyin 60 kun aqaqidni ro'za tutadi deydi. 60 kun ro'za tutishga ojiz kelgan bo'lsa, qanday qiladi u desa? 60 miskinga taom berdi deydi. 60 kun ro'zani ojiz kelgan degan tutanmaydigan masala. Ya'ni ba'zi vaqtlarda Payg'ambar alayhisolamning davrida bo'lgan bir sahabiy indaliqi ro'za tutishga buyurilgan kapparasiga. Jismoniy jihatdan kuch yetmasmi? U qirib qolgan kishi ekan. Xo'sh. Shunga Payg'ambar alayhisolam buni qul azod qilish buyurgan yo'q. Ro'za tutishga boribdi, ayoli dediki, "Ya Rasululloh, bu sen ko'ryapsan, bu odam bir kunlik ro'zaga taqat qilolmay buzib yetib." Shunami? Buzbasa 60 kun ro'zasini qanday tutadi? Debdi unda bo'lsa bo'ldi. 60 miskinga taom ber dedi, qolsa 60 miskinga taom beradigan bir narsa yo'q. To'xtab turgan yerimizni birdan tutdi. Kelgandan keyin Payg'ambar alayhisolamga sadiqalar Baytul Malning mollari kelgan vaqtida mani berib, "Mani-chu sen sadiq qil" degan vaqtda, "Ya Rasululloh, bu Madinada mendan faqir kishi yo'q" desa, unda bo'lsa o'zing ye degan mesela Payg'ambar alayhisolam. Demek ba'zi vaqtida 60 kunning ro'zasiga aqaqidini tutishga taqat qilolmaydigan ahvollar bo'ladi. Bir kunlik ro'za tutib, orliqda qilib qolsam, yana qaytadan boshlaydi. Hatto shu hayit kunlari ro'zasimi, hayit kunlari ro'za tutishdan cheklangan. Ba'zi ulamolar hayit kunlari ro'zasimi ulab tutish kerak deydi. Xo'sh, xo'sh. Bog'lab tutish kerak deb qaraydigan ulamolar. Qolgan kunlarda to'g'ri. Bu nimani vojib qildi u? Shung bu bugungi kunda yosh to'y qilayotgan kishilarimiz bor. Bu Ramazonning oldida Ramazonga yaqin ulab to'y qilish, gerçi shariatda cheklangan ish bo'lmagan bo'lsa-chi, gerçi Ramazonda kechisi, ilgari kechisimi yaqin kelmaslik buyurilgan. Xo'sh, xo'sh. Keyin Alloh subhanahu va taolo bizdan afv qilib, texim yengillatibchi, kunduzi yaqinlashmaymiz, kechisi Alloh subhanahu va taolodan nimani tilsanglar, Allohning fazlini tilanglar degan yaqinlashishga ruxsat qilgan. Şuna to'y qilgan yigitlarimiz Ramazonga yaqin qolgan vaqtida to'y qilmasligi yoki to'y qilib qolgan taqdirdami yaxshilikni kechiktirish yaxshi emas degan gap bor. To'y qilgan taqdirda Ramazonning kunduzi alohida diqqat qilishga to'g'ri keldi. Yoshlar asallam o'zini tutib olmay jimoga chiqib qoladi. Bu vaqtida bir kunning kapparatigacha 60 kun ro'za tutishga to'g'ri keladi. Bu ham gunohni, ham kapparatni hem qazani. Qazani degan gapimiz mayada ulamolar 60 kundan boshqa yana bir kun mau kapparati bir kunning qazosini ayrim tutadi deganlar bor. 61 kun. Ba'zi olimlar ya 60 kun ro'za tutgan vaqtda 60 kun bilan tugaydi deydi. Bu ulamolarning orasidagi ixtilofiy masala. Demak, kunduzi Ramazonning kunduzi jimo qilib qolgan kishi ham gunohkor bo'ladi.
kapparat keladi. Yuqori degandek ham qazo keladi. Bu 3 narsa. Endi ikkinchi bir turlik masala bor. Ramazon ro'za tutgan odam buni qilib qolsa, bu faqatlam kapparatni vojib qilmaydi, ammo qazosi bilan odam shu kuni buzganlik uchun qasddan gunohkor bo'ladi. Qazosi vojib bo'ladi. Ikki narsa vojib bo'lgan ishlar bor. U nima desa, masalan, qasddan yeb ichish. Bilib turib, ro'za tutqani bilib turib, oy sen yemasan ro'za tutding-ku deb asli tutib tursa, shaq og'ziga ilib yeb ichib buzib etish. Yoki xumarim tutib ketdi deb tamaki chekish. Masalan, shuning o'xshash ishlarni bilib turib, qasddan yeb ichgan bo'lsa yoki tamaki chekkan bo'lsa, shunday ishlar bilan shug'ullangan bo'lsa, bu odamcha qazosi gunohkor bo'ladi. Shu kunning hurmatiga tajovuz qilganlik uchun gunohkor bo'ladi. Tövbe qilsa Alloh taolo tövbesini xolis qabul qildi, xolis shu jazolaydi. Ondan keyin buning qazosi nima desa, buning qazosi 60 kun. Buning qazosi yana 60 kun ro'za tutish kerak. Qasddan buzganlik uchun. Qasddan buzganlik uchun. Endi 3-turlik Müşahidlam deydi agarda unutib qolib yeyotgan bo'lsa, unutib qolib yegan bo'lsa, hada rizqun saqahullohu ilayk degan payg'ambar alayhisalom. Bu Alloh taolo sizga bergan rizq ekan degan. Darhol asliga vaqtida og'zini bo'sh chiqarish, og'zini chayqib yutib davom qilish kerak. Hatto qo'zg'in to'yg'iz bo'lgan bo'lsin. Shu gap. To'g'ri. Yeb tomoqni yeb qo'zg'in to'yg'iz bo'lgandan keyin asligan bo'lsa-mu, asligan aman darholcha to'xtatib og'zidikini tozalab davom qilsa bo'ladi. Echiyaptimi deb yesa, yo'q, echiyaptimi deb buzib etsa, vaqtida qasddan buzgan bo'ldi, vaqtida 60 kun ro'za tutish shu. Xo'sh. Vojib bo'ladi. Bu qasddan degan gapimiz shu. Unutib qolib yegan bo'lsa, ya bir narsani yeb sapti, bir narsa ichib sapti, yoki bo'lmasa tamaki chekibdi. Unutib qolib. Shuning bilan keyin esi kechib darhol uningdan qo'l uzgan bo'lsa, Alloh taolo uni kechirim qiladi. Alloh taolo buni sana Alloh bergan rizq deb atagan uni. Sen gunohkor bo'lding degan. Xo'sh. Alloh sana bergan rizq degan. Shuning uchun unutib qolsa bo'ladi. Ammo bir odam men unutib qoldim deb yetdi. Bu vaqtida biz uning zoirisiga hukm qilamiz. Ammo kishi unutib qolibdi deb zoirisdan yashim bo'lmaydi, ulab ro'zani tutaver deymiz. Buning sirini kim biladi desa Alloh biladi. Xo'sh. Qasddan buzganlik uchun buning jazosi og'ir endi. Endi Allohning oldigan bo'lsa, insonlarning oldigan bo'lsa. Xo'sh. Endi uchinchisi faqatlam gunohkorim bo'lmaydigan, kaparat kelmaydigan, faqat qazo keladigan bir ishlar bor. Bu nimga ba'zi ayollarga xos masala. Masalan, hayz nifas. Hayzdar ayol. Ya'ni bugungi kunda 40 yoshdan shunday yuqorilab ketdi, ayollar sinnal yastab hayz ko'rmaydigan, ümidsizlik yaşaydı, farzand ko'rmaydigan yoshga kundan kunga kichiklab 40 yoshga kirgan ayolni farzand ko'rmaydigan holat keldi. Shu balog'at ketgandan tortib, shu umuman necha yosh bo'lsin, hayz kelayotgan holatdagi ayol ro'z oy kelibdi, bu ayol hayzni tutib hayz ko'rayotgan holatda oy ko'rilibdi. Oy ko'rilgan bo'lsa ro'z tutmaydi. Ro'z qancha kun qilamagan bo'lsa, qancha kun qilamagan bo'lsa, buni oyida Ramazondan keyin mayli Shavvolda bo'lsin, mayli boshqa vaqtda bo'lsin, keyin qazosini qiladi. Ammo oy ko'ribdi ekan, pok holatda ekan. Ro'z tutibdi. Ya birinchi kuni, ya ikkinchi kuni kunduzi hayz kelibdi. Hayzning qani kelgan bo'lsa, shu kuni ro'zini buzdi. Ro'z buzildi zaten qon bilan avtomatik. Buzilgandan keyin bu ayol normal ro'z tutgan ayollarning qatoriga kirmaydi. Bu kunning ro'zini hatto namazhamga azon chiqishdan bir qancha sekund, minut ilgari hayz kelib qolgan bo'lsa-chi, yana bu kun bir kun qazo qilish to'g'ri keldi, ro'z tutdi deb hisoblanmaydi. Xo'sh. Keyin ro'zini davom qilib, undan keyin qazosini qiladi. Nifaslar ayolmi shu? Nifaslar ayol tug'utdan keyin nifasda hayz degan ayol kishiga oyda bir qatim keladigan qonni hayz deymiz, hammaylar bilamiz. Bunun mu bazı ulamolar bir kun deydi, bir kundan 10 kungacha. Bazı ulamolar 3 kundan 10 kungacha deydi. O'xshamaydi ayolniki. Odati, ayollarning odat deb hisoblaydi, farqli. Nifas degan cho'y desa, nifas
tug'utdan keyingi qon bilan 40 kungacha. 40 kun. Eng yuqori muddati 40 kun. Az muddati yo'q. Balkim bal tug'ilgandan keyin ham qon to'xtagan bo'lsa, bu ayolchi nifaslar bo'lmaydi. Ro'zasini tutadi. Faqat bu nimaga bog'liq desa, qonga bog'liq. Xo'sh, xo'sh. Ammo men yangi tug'utliq, men nifaslar emas, men pak bo'ldim, nifasning qanidan, tug'utning qanidan. Lekin balayim o'tdim. Ammo balayim o'tdim. Men ajizlashib qoldim. Ham o'ziga, ham bolasiga ansirab qoldi. Bunda holatda shu vaqtda ro'za tutmay, keyin saqaygan vaqtida balani imzikdan arigan yoki o'zi bir tuta oladigan bo'ldim deb nim qilgan vaqtida tutish afzal. Eng yaqinqi vaqtga oldirab tutib qazosini qilib o'tgani afzal. Mana bu holatda shu desa, bu holatda faqat qazo ham keladi. Chunki insonning irodasi bilan bo'lgan ish emas. Xo'sh, xo'sh. Bu vaqtda shuning qazosini qiladi. Onun günahkarım bo'lmaydi, kafaratni kelmaydi. Bu shunda 3 turli keldi. Kesel va safar qo'yish. Bu keselga ruxsat, ro'za tutish bu ruxsat, tutmaslik bu ruxsat. Masalan, haydar ayol, xo'sh. Men ro'za tutaydi demaydi. Shundaymi? Xo'sh, xo'sh. Nifaslar ayol, men ro'za tutaydi demaydi. O'xshamaydigan yeri. Am musafir ro'za tutmasimi durust, ammo tutquni afzal degan nima bor? Oyatning oyog'iga o'qsak, xo'sh, xo'sh. tutqun afzal. Va antasumu khayrun lakum. Sizlarga ruxsat. Va man kana minkum maridan aw ala safarin. Sizning biringiz kasal bo'lsa yoki safar ustida bo'lsa, fa iddatun min ayamin ukhar. Ya'ni Ramazondan Eydin boshqa kunda shuning soni qancha bo'lsa, shu kunda ro'za tutish bo'ladi deydi. Alloh razı olsun. Endi ro'za tutmasin bo'lganlarnikini deb tuqqu deyman. Hozir ro'za tutish vojib bo'lmaydigan kishilarga keldik. Kimlar ro'za tutmasin bo'ldi? Qisqa bir shekilde vaqtimiz o'tib qoldi. Kimlar ro'za tutmasin bo'ladi degan kelgan vaqtida ro'za xususan umuman islomdagi taklifatlar, ibodatlar, haj, zakat, boshqa ibodatlar bo'lsin, hammasi aql, baligh, rashid deydi. Avvalan balog'atga yetgan bo'lish kerak. Aqli bo'lgan bo'lish kerak. Xo'sh, xo'sh. Shunga kichik balog'acha ro'za vojib emas. Xuddi namoz vojib bo'lmagandek, haj vojib bo'lmagandek. Kichik balog'at deganimizda qancha yoshgacha emasmi? Bizda hozir hamda 14 yosh, 13 yosh, 14 yosh deymiz. Bu yosh nimasi bilan? Ko'pincha vaqtida bu balog'at deganning alomatlari nima bilan bo'ldi desa, bir qancha narsa bilan bo'ladi. Masalan, psixologik, fizikalik o'zgarish bo'ldi bolada. Xo'sh, xo'sh. Masalan, ovozi naydi g'orong chiqadigan holatlar keldi. Masalan, burutlari, soqollari xato atadigan ishlar bor. Qo'ltiqlarga nima qiladigan, ehtirom bo'ladigan, bu shunday alomatlar ko'riladi. Bu shu alomatdan garchi bu bola 11-12 yoshdan ba'zi vaqtda bugungi kunda baldur yetilib qolgan ahvollar bor. Qiz bola 11 yosh, 10 yoshga kirmay turib 11 yosh nima qiladigan, o'g'avallam 11-12 yoshdan balog'atga yetib qolgan ahvollar bor. Faqat bo'linmay qolsimcha 14 yosh, 15 yoshdan kechikib ketmaydi. Bu demak, ondan kichik balog'atga yetmagan, balog'atning alomati ko'rilmagan bolalarga nisbatan ro'za vojib emas. Vojib emas degan gap tutsa bo'lmaydi degan gap emas. Xo'sh. Buni qiziq turib, ta'lim tarbiya berish ustidan hech bo'lmasa balam Ramazonning 1-kun tuting, 2-kun tuting, 10 kun tuting, 20 kun tuting, 15 kun tuting, tushkish tuting, asrga tuting deb buni imkon qadar tutqizishib ko'ndirishimiz yaxshi. İkincisi Mecnun dedik. Mecnun'a akıl bulmaganlık için teklifat götürülgen bunundan. Teklifat götürülgen. Sarang aklı yok adam. Bununla namaz okuş, roz tutuş, hacı kılış, bunu ibadetlerine hiç kastı mükellef emez. Şununla birlikte keselemdi. Keselge roz vacip emez. Hoş, hoş. Endi bazı vaxtda kesel dese, bazılar barmak ağrıp kalsın mı, göz ağrıp kalsın mı, putunun barmaklarga jara chiqib qolsa men kesel deydigan ishlar bo'ldi. Bu yerda kesel ro'za tutish sababi bilan insonga haraj paydo qiladigan yoki ro'za tutsa keseli ziyoda bo'lib qoladigan, eg'irlashib qoladigan yoki masalan ba'zi kishilar va shika keseli va kishilar va masalan ro'za tutish bilan tushib ketadigan kesel va o'rlab ketadigan shika keseli varmidi. Tushib ketadigan kesellar shaqqida jiqilib qilib o'lib qoladigan ishlar bo'ladi masalan. Yoki bo'lmasa darisini davomli yeb turmasa, kesilimiz eg'irlab ketadi deb doktor, ishonchli doktorlar deb turdi.
Bunday keseller için roz tutmaz buldu. Ama barmağım ağrıp kalgan, falan yak jara çıkıp kalgan, şoň roz tutmadım dep bunda kılıççı bu bir bahane oldu. Gerçi bazı fuqahalarda kitaplarda tapmaz hemde İbn Sirin tabi'inlarning içinden kirse Ramazanda tamak yap oltagan oynamış kılvatısız dese men barmağım ağrıp kaldı men kesel dep degende. Bu bir bahane. Ulamalar bunu şaz dep qaraydı şoňa. Haqiqi can goltırdıgan özür emas, kesel emas dep qaraydı. Şoňa insanga haraj payda kıldıgan, ya ýygyrlyşyp kaldıgan, ya roz tutkanlyk sebäbi bilen insan üçin bir aram kıldıgan katlyk menda agryk kesel bolsa, roz tutmasyn boldu. Tutkan bolsa hatta buzwes boldu mesela. Katlyk beş agryp ketipdi, sabr kılanmapdy. Ýa-ki aşkazan agrypdy, sabr kılanmapdy. Katlyk kızdyp ketipdi, sabr kılanmapdy. Derhal kızını düşürdiğen, derhal ağırlık peseytediğen darıların yemesi bulmaydı iken bunda halet şu. Ya sen hem de etkende tutkan diken ta iftar kıldığa vakit tutsan bulup demeymiz. Roz tutmagan bolsa, bunda katlık ağırlık koygan bolsa tutması meyle, tutkan bolsa bunda ağırlık koyganlık için buz vesse bunu onu için bir gün roz tutsa bulup mesela. Onun için musafir yukarı diyende musafir mı tutsun buludu? Tutmasın buldu. Tutmasın buludu. Tutkunu edzal. Şunun katarından yana Şeyh'ül Kebir deydi. Kur'an-ı Kerim'de ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'amu miskin deydi. Bu şey ve alellezine yutiqunahu diyenni ulemalar yetekellefuna siyam bil meşakka deydi. Yani yüzü keri, yaşanıp kalgan, bekkerip ketken. Ama rozunu tutmayı desek onu unutmaydı, tutsa onun için meşakkat bilen tutudu. Ya ki onu takat kılınmaydı mesela. Mesela ya kesel olup kaldı şu sebepten. Bunda adamlar çoğu yüzü tekellüp kılıp bunda tutsa bazı ulemalar tutalaydıgan bolsa tutsamayı deydi. Ama tutsanız roza sizni halaketke ep bardı dep doktor çoğu tavsiye bergen bolsa men roz tutum dep manda pilakarlık kılsa bolmaydı. Hoş. Siz roz tutmağın. Şoňa şu rozga muşakkat bilen adam kötüremeydigan muşakkat bilen roz tutadiganlar onu için bir gün bir miskinge taam bäs boludu. Digen fidye bäs boludu. Aş boýunça maňady. Andikin yana işkilesige ve entasumu hayrul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Taala'nın aldydaki dergahydyky faziletini bildiğin bolsaňlar, muş roz tutmaňa berildiğin faziletler, Allah Taala'nın onuňa taýýarlygan mukapatlary, muşuny bildiğin bolsaňlar, senin roz tutuşaňlar sizlerge ýaxşy digen. Meýli musafir bolsun, meýli kesel. Meýli kesel bolsun. Emdelikle bugün günde seferde bulup mu? Nayet addileşip kettiği aeroplanda maňyda şunda bolsa mı yana maşakkat ba. Ulemalar nemeni bu yerdeki seferdeki roz tutmaslyk, namazyny kasr kılış işlerini muşakkatga emas, seferinin yüzüge baglagan. Şoňa seferde maşakkat tatgan adam roz tutmaydigan, namazyny kasr kılıp okusa ya joglap okusa boladigan, maşakkat tatmagan adam bunda kys bolmaydigan, bunda ahval ýok. Seferlen bolady iken, ulemalar meselem şu 70 neç kilometrden 75 kilometrden yukarı bir yani neşallap manga adam etgende çıkmagan nemeden burun çıkkan bolsa roz tutmaydı git berip ama çıkmagan bolsa şu etgen roz tutup seferge çıkkandan keyin halisa buz yetmen dese meýli. Ama mesela saat 9'da 10'da aeroplan belti var şundamı? Mesela bugün günde saat 6 bilen imsak vakti olur deyle. Men bugün mutlaka beletini ep boldum, men sefer kılayman. Onda o roz tutmayayım da bir iş doğru emas. Kim biledi bu adamın aeroplan toktap kalamdı, seferi özgeremdi, bamaydıgan bolup kalamdı. Hemisi ihtimallik. Ama ma adamın yakini, cezmi boğun nemi odis bu adamın ki femen şehide minkumu şehra felyasumhu diye buyruk koymaydı. Kandak adam Ramazan'a, yukarıdaki özürü yok, sağlam durup Ramazan'ın eyiga hazır bolu diken roz tutsun diyen buyruk için dahil oldu. Onun için bu adam roz tutudu. Roz tutup keyin sefer kısa. Sefer özü seferde muşakkat bilen başka özürü olana buz vitay dese meýli. Davamlaştyray dese yukarıdaki roz tutuşuna sizlerge ýaxşy. Ýaxşy diyen men şunda. Amdikin yana hayzdar ayalla bayatyn dedik. Roz tutmaydı. Nifaslar ayalla roz tutuş wajib bolmaýdy. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın keyin sahabeler ayalla soğan. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın kışığı kelip. Biz bu rozunun kazasını kıldıkenmiz, namazın kazasını kılmaydaýyz ayallayna. Dige wagtyda kunna nu'mer bi qada'is salah
بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ديgan. Ayşe radıyallahu anha. Biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davrida bizge kunna yusibuna zalik dedi. Kinaye kılıp bizge aşında kan kildigan, hayız kildigan, nifaslar bolgan ahvallar bulup diye Peygamber aleyhissalam'ın davrida. Peygamber aleyhissalam bizni rozunun kazasını kılışkı buyuruydu, namazın kazasını kılışkı çoğu. Buyurumgan diyen. Nifaslar ayalnımı Ummu Seleme radıyallahu anh'dan rivayet kılgan bir hadiste kânetin nufasa teclisu ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem 40 yevma diyen. Yani nifaslar ayal Peygamber aleyhissalam'ın davrida 40 gün olturdu dedi. Şu kıstırıp koyduğun gap 40 günden eşip ketkini. Bu istihaza ayallar kesilgi hesaplığında roz tutuyordu. 40 gün ahırı çek. 40 günden burun toxtudu, toxtuğa vaqtdan tatib roz tutuş vacip. Ama men yangi to'g'itliq, boshqa o'zirli bilan ya balam imtima degan o'zirlarni tutmay qolsa mayli, ammo ro'za vojibmi? Vojib. Xo'sh. Ammo o'zir so'g'anlik uchun keyin tutsa bo'ladi. 40 kunga ba'di 40 kunda to'xtagan bo'lsa, 40 kundan keyin ro'za tutadi. 40 kunda tushib turib yana qon to'xtamagan bo'lsa, 40 kundan keyin ro'zasini tutaverdi. Buni ayollar kesilning qatoriga hisoblanadi. Xo'sh. Andikin 8-si yani hamildor ayollar. Hamildor ayolmi? Balası mesela 6-7 aylık, 7-8 aylık bo'lgan ayollar var. Bu ayolmi yoki o'zining homilasidan qo'rqadi, chunki homil degan ayolninki kuch quvvatini so'mirdi. Yo'g'ab bo'lgan sari homila ichida onasini ajizlashtirdi. Unda bo'lganlik uchun atiganda yegan tomoq bilan kechgacha halsirab ketadigan yoki yuziga yoki homilaga ta'sir yetib qolishdan ansirgan. Andikin doktorlar buningga ro'za tutsangiz taz yaxshi emas. Balaning homilning ahvoli o'zingizning ahvoli yaxshi emas deb tavsiya qilingan. Holatda bo'libmi, texmi ro'za tutmay to'sib bo'ladi. Andikin yana balim etgan ayollar. 9-si balim etgan ayol. Balim etgan ayolmi hem o'zining ojizlashishi, hammadan unda balani hamma ayollar balani emitib turib, ro'zani tutib, bunda qila oladigan taqati yo'q. Shu balani aran beqib shunda kuch quvvat taomni yeb, andikin balani oziqlantirib maqdigan ayollar bor. Bunda ayollarmi yana gumon bilan emas, o'zining nimasi bilan ham doktorninki tavsiyasi bilan ham tajriba bilan masalan o'zining holini o'zi biladi. Buningdan men ro'za tutsam, balamga ta'sir yaxshi bo'lmay qolamki, o'zimning hayotiga yaxshi bo'lmay qolamki desa, bu xuddi kasallikka o'xshaydi. Kasal saqaygan ro'za tutib olgandek-chu. Bularmi balani og'rigandan keyin ro'zasini tutib olsa bo'ladi. Demak, yuqori degandek bugungi temamiz haqiqiy ro'zador degan tema bo'ldi. Haqiqiy ro'za yuqori degandek insonninki yeb ichish jimodan xoli bo'lishi ham haqiqiy ro'za bo'lmaydi. Qalblari, tutqul a'zolari hamma buningki harakatlari, sakanatlargacha Allah cheklagan narsadan, harom qilgan narsadan o'zini tortgandek, halol qilgan narsadan o'zini tortgandek, Allah harom qilgan narsadan o'zini tutib olgan ro'zador andikin bu haqiqiy ro'zador bo'ladi. Vallohu taala a'lam va a'lam. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan Alloh bandalariga yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Yani sizlarga, bizlarga osonlikni xohlaydiganligini yuqorida so'zlangan butun narsalarning hammasi bizga asla bandasiga taskab qoldigan butun yani bizga qanchalik osonlashtirib berganligini ko'rib olamiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Oxirlashdik. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi temamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Nihoyatda tafsiliy holatda so'zlandi hamma masalalar. Yana boshqa savollaringiz bo'lsa, qolib qolgan yerlar bo'lsa, programmamizga savol shaklida qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Oldimizdagi sonlarda javob berishga tirishamiz inshaalloh. Alloh umr bersa, atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Ijobatlik duolaringizda bizlar uchun ham duo qilishni unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء